Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalımızın podpисчиklari. Bugün bize Raycentr'da yangi qurilgan domni 3-etajında shunday bir почти 3 xonali kvartiramizni obzorini gösterib o'tamiz. Kirganimizdan shunday ulug' hovlimiz bu, ochiq. Fotografiyalarımızdan ajratilgan, gipsakartondan figura bezatilgan, devorlarimiz super mo'ysho bo'ladan qo'yilgan. Girganimizdan chap tarafimizda rakovina mestasi pafellar urilib, ug'onliklar ham qo'yilib, cho'q turibdi, tayyor. Avtomatlarimiz ham har bir tochka uchun tozalangan. Koridorimiz ham natijnoy urilib, figura berilib, tengalab qo'yilib uzatilgan. Shunday bir ulug' koridorimiz tushgan. Girganimizdan chap tarafimizda salonda birinchidan ko'rsatib boshlayveramiz aslında. Bu yerda sanuzel oladi. Sanuzel ham tayyor holatda dapatolga kaplatlangan, dush o'rnatilib, unitazlar qo'yilib, tayyor holatda. Kuxnyamizga kiradigan bo'lsak, kuxnyamiz ham pollari kaplatlangan, to'pli pollatilgan kuxnyamiz. Vanna ikkisi настенный котелlar qo'yilgan. Основной do'stlar gazi kelib tushib turibdi. O'tirganlarimizning o'chiruvchilar ham qo'yilgan, portlar ham urilib, patologlari natijnoy etilingan. O'tirganlarimizning. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu yerda spalnimiz oladi, взрослый spalni. Spalnimiz ham keng tushgan. Registrlar tashlab o'tilgan. Panoramamiz akvaplastik o'rnatilgan. Tayyor holatda. Keyingi xonamizga kiradigan bo'lsak, bu yerda детский spalniyasi ham bo'ladi bu yerni. Ko'rib turganlaringiz детский spalni. Shunda do'stlar, bir xona, bu yerda ikkinchi xonasi, bunda uchinchi xonasi ochiq holatlangan. Ko'rib turganlaringizdek tayyor holatda почти 90% ishi bitgan. Eshiklarni qo'yasizlar, olg'an odam qo'yadi eshiklarni. Uy egasi shu holatda sotacak. Pulni to'xtalib o'tadigan bo'lsak do'stlar, pulini 610 million deb turibdi. Ozgina kelishadigan yeri bor, ko'p emas do'stlar. Gelsangizda uy egasi bilan gaplashib, kelishib olaverasiz do'stlar. Like bilan podpiska bo'lishni yoddan chiqarmang do'stlar. Like, podpiska borsanizlar sizlar uchun shunday kvartira, hovli joylarni qo'yib borsa davom etamiz. Kimda kim uy joyini sotmoqchi yoki olmoqchi bo'lsa, ekranlarda nomerlarimizni qo'yamiz. Murojaat etsangizlar, sotishlarimiz ham, olishlarimiz ham yordam etamiz do'stlar. Esa keyingi roliklarda görüşguncha xayr deb qolamiz. Sog' salomat bo'linglar.